Assalomu alaykum. Xayrli tong hammaga. Yaxshimisizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Erta tongdan hammaga xayrli tong. Qayerdan? Fatima Zuhrani o'qishidan aka. Bugun Allohga iltimos qilgandik, quyosh chiqmasin, zonchik uyda qolib ketdi. Ko'chaga chiqmagan zonchik qolib ketibdi. Va quyosh chiqmasa qorayib ketamiz degandik. Chiqishimiz bilan quyosh edi. Bizani ko'rib quyosh yo'qolib qoldi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voy, o'qishga ham kam qolibdi. Bir oy ham qolmadi. Shunaqa ham odam xursand bo'ladimi? Xursandam, lekin yo'q, xursand, xafa bo'lmaydi. Biza uning yerga kelsak, hammani ko'zi bizada. Hamma oddiy kiyimlarda yuradi-da. Bizani qaraymiz, chekinichi. Bu yoqqa qarab qo'y. Ko'plar qo'limizda. Endi darsga, kechasigacha dars. Shunaqa. Voy, omad tilab qo'yinglar. Charchamanglar, kuninglar xayrli va barakatli o'tsin. Keyin sizlarga bugun bitta voqeani aytib beramiz, xo'p, hali vaqtimiz bo'lsa. Переменада.